Farg'onada Zakanalda men tog'alar xullas bankomat qidirib yuribman-da. Zakanalda men doktorga kirishim kerak edi. Zakanalda men 8 ta bankomat qidirib zo'rg'a mana 50 ming pulni topdim. Xullas mana bunaqa vaziyat bo'lyapti. Doktorning oldiga kirish 50 ming ekanda. Bankomat qidirib 1 soatdan beri yuribman. Uni qabuliga kirish 50 ming pora olar ekan. Endi haligi qo'pol qilib aytganda, qog'ozga o'rab aytganda, halol bola chaqani rizqini olar ekan 50 ming. 2 soatdan beri qidirib topolmayapman. O'zi doktorda bir og'iz gapim bor xolosda 50 ming ga kirish. Usiz iloji yo'q ekan. Meni naqd pulim yo'q, kartada bor o'shanga va doktorlar ham mana masalan halol kredit chiqdi, halol hamma yo'qda halollab berishyapti-yu. Men endi domla qilyaptimi, kim qilyapti bilmayman. Hamma yo'qda halol kredit, halol bir narsalar chiqib o'shanga halol porani qo'ysalaring ham bo'lmaydimi? Baribir davlat bu narsaga qarshi, to'g'ri, lekin baribir ham ochiq oydin hamma pora oladi-ku. Qayerga kirsang, tug'ruqxonaga kirsang, pora, boshqacha balo pora yotibdi-yu o'shanga. Shu chiroyli qilib bolalarimni halol rizqi uchun 50 ming so'm so'raymiz deb o'sha doktorning kabinetiga kirishdi, o'sha yerda yozib qo'yishdi. Shu terminal qilib qo'yilgan, plastikdan poramizni berib, shu maslahatimizni, og'riq qoldiradigan joylarimizni xullas so'rab bilaylik. O'zi 1 minut gapiradi, yo'q-da o'sha doktor. Lekin 2 soatdan beri sarson yotibman, kartasiga pul tashlayman. Onasini emsin.